Juda ko'pchilik suv ichaman deydi. Keling sizni shuni tajribada ko'rsatib beraman. Mana yod. Biz organizmimizda har kuni havo orqali, ovqatlar orqali juda ko'p toksinlar tushishni boshlaydi organizmga. Lekin bu organizmdagi ichayotgan suvlarimiz, mana bu filtrlangan suv. Filtrdan olib ichayotgan suvlaringiz organizmda toksinlarni yuvib olmaydi. Nimaga? Hozir buni eksperiment ko'rsatib beraman. Nimagaki bu qattiq suv, minerallashmagan, juda kam minerallarga ega. Shu sababli toksinlarni organizmdan yuvib olmaydi. Endi esa suvni yumshatib, minerallarga boyitib beradigan, ishqorli qilib beradigan suvni ko'rib chiqamiz. Bu Coralman mahsuloti. Ochib soldim nimagaki jarayonni tezlashtirish uchun. Ozgina kutamiz. Nimaga? Buni suvga solganimizda 70 xil mikroelementga boyitib beradi, suvni yumshatadi, suvni xotirasini tiklaydi. Bilasiz, suvda xotirasi bor. Organizmda juda ham ko'p informatsiyalar beradi va undan keyin suvni yumshatgandan keyin hujayraga kirib toksinlarni yuvadi. Ya'ni organizmdagi toksin zaharlarni yuvishni boshlaydi. Ko'rib turganingizdek, mana organizm shunaqa toksinga bo'ladigan bo'lsa, ko'p sekansiyalar bilan qo'yishni boshlaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, organizmdagi zaharlarni to'liq yuvadi, ishqoriy muhit yaratadi. Ishqoriy muhitda esa har qanday bakteriya, virus, infeksiyalar, даже rakoviy kletkalar ham rivojlana olmaydi.